ikki xonali hamma xonalari razdельный bo'lgan 60 kvadrat metrga tushgan xonadonimizda sotuvga qo'yildi. 9 qavatli binoning birinchi qavatida joylashgan Chilonzor 20-kvartalda mehmonxona qismini ko'rishingiz mumkin. Xonadondagi barcha narsalar qolar ekan. Bu yog'imizda koridorimiz, mana bu yoqda yotoqxona joylashgan. Hamma xonalari keng katta joylashgan. Oshxonasini ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol mana bu yoqda stol suv qo'yib ovqatlanib o'tirsa bo'ladi. Va mana bu kuxnya mebellarimiz. Xo'p, o'zini огородlari ham bor ekan. Ko'rishingiz mumkin, reshatka bilan o'ralgan, tayyor holatda orientirga mana koreyskiy zdaniyani berib olsa bo'ladi. Xo'p. Va sanuzellarimiz ham razdельный joylashgan. Mana bu joyda yuvinish xonamiz joylashgan. Va bu yoqda hojatxonamiz. Hojatxonasini ham qaraysiz, juda ham keng joylashgan. Xo'p, 65 ming AQSh dollari so'ralyapti, kelishadigan joylari bor. Opsiyada telefon nomeri qoldiraman, batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi.